Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turmushga chiqmagan qizlar haqida shunday degan ekanlar. Ota uyingni tashlab turmushga chiqqaningda xuddi yetimdek bo'lib qolasan. Shuning uchun ham umr yo'ldoshingni tanlashda hushyor bo'lgin. Chiroyli xulqli umr yo'ldosh nasib qilishni Allohdan yolvorib so'ragan. Chunki u senga zulm, qattiqqo'llik qilishidan oldin uni dini, oliyjanobligi va tarbiyasigina to'xtatib qola oladi. Shunday ekan qizlar, biz o'zimizga turmush o'rtoq tanlayotgan paytimizda qo'lidagi soatiga, egnidagi ust-boshiga, minib yurgan mashinasiga, dang'illama uy-joylariga qarab emas, uni xulqiga va tarbiyasiga qarab tanlasak, ikki dunyo saodatini olamiz degan umiddaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turmushga chiqmagan qizlar haqida shunday degan ekanlar. Ota uyingni tashlab turmushga chiqqaningda xuddi yetimdek bo'lib qolasan. Shuning uchun ham umr yo'ldoshingni tanlashda hushyor bo'lgin. Chiroyli xulqli umr yo'ldosh nasib qilishni Allohdan yolvorib so'ragan. Chunki u senga zulm, qattiqqo'llik qilishidan oldin uni dini, oliyjanobligi va tarbiyasigina to'xtatib qola oladi. Shunday ekan qizlar, biz o'zimizga turmush o'rtoq tanlayotgan paytimizda qo'lidagi soatiga, egnidagi ust-boshiga, minib yurgan mashinasiga, dang'illama uy-joylariga qarab emas, uni xulqiga va tarbiyasiga qarab tanlasak, ikki dunyo saodatini